Do'stlar, mana hozir oqsuv kelganmiz. Buni ham boshini ko'raman desangiz, ko'rsatishga harakat qilaman. Ertalabdan chorshanba kuni 8-iyul holatiga ko'ra mana. Do'stlar, hali hech joyga mana quyosh chiqqani yo'q. Kuzatishda davom eting. Borib, mana shu suvni boshini ham ko'rsataman. Oqsuvni boshiga keldik mana do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Dam pastlab ketyapti. Hammaga rahmat. Kuzatishdan charchamanglar. Faqat Duo TV bilan qolinglar. Bundan-da zo'rroq, bundan-da yaxshiroq videolar sizlar qancha qo'llab-quvvatlashsalaringiz shuncha chiqaveradi. Hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun.